Assalomu alaykum qizlar. Kun bo'yi bemor juda ham ko'p, shuning uchun alohida video olishga umuman vaqt yo'q. O'zimdan mazam qochgan. Endi bitta gapni aytib qo'ymoqchiman. Endi biz koronavirusda davridan o'tgan xalqmizda. Mana bu hozirgi virus tushunishimiz kerak, o'shanga o'xshab ketadi. Lekin panikaga tushmasdan, sal o'zimizni qo'lga olib, kerakli vitamin batlarimizni ichib, o'tkir jarayonda kerak shart bo'lsa gormonlar, antibiotiklarni olib, podдержкаga faqat doriga ishonib olmasdan ham ingalyatsiya, ham havoni tozalab turish, увлажнителlar qo'yish, to'g'ri ovqatlanish, hammasini baravar olib boraylik. Biz уже 2020-yilda o'tib bo'ldik-ku. Bunaqa bosqichlardan namcha vahmaga tushib qolganmiz. Hamma yoqda 40 isitma, 39 isitma. Hop, nima qilaylik? Biz yetmayapmiz, 10 ga bo'la olmaymiz o'zimizni. Shuning uchun uydan boshlaylar parvarishda, iltimos onalar. Xo'pmi?